Akalar olasa vakasasın akalar bugun 30-sentyabr ertalabki soat 7 Sankt-Peterburg Buxoroga reyslarimiz bor. Akalarimiz hozir birinchi etajga kirgizib, keyin bir tashqaridan birinchi etajga kirgizib keldik. Hozir mana shu yerdan o'tyapti. Bu yoqqa yuramiz. Qarang, to'g'rida lift bor. Liftga boraveringizlar, xo'pmi? Chunki vestahkimni ushlasa pul olib qo'yadi. Pul olish ham mana shu shtraf olmasligi kerak. Juda dolga. Mana akalar shu yerda o'tyapti. Akalar, biz har kuni vaziyatni ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizakın bo'lsangiz murojaat qilingizlar, chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Bu yoqqa aka. Bu. Menda. Telefoningiz menda. Lift bor, lift. Tushundingizmi? Liftda 3-etajga. Qani sheriklansiz qolganlar-a? Yendimi? O'tyapti. Izdan boravering. Bu yoqqa chiq, bu yoqqa. Yo'q. Ha, 3-etajga chiqingizlar. Hozir o'zingiz mana bu. Akalar olsa vakasasini murojaat qilaveringizlar. Arzon qilib yozib beramiz, o'tkazib qo'yamiz akalar. Eng arzon va ishonarli vakasi bizda akalar.